YouTube qanaqa videolarga pul beradi? Kelinglar men sizlarga buni ko'rsataman. Undan oldin videomizga like bosib, kommentariyaga yana nimalarni o'rgatishimni yozib qoldiring. Men sizlarga bugun o'zim ishlagan yo'nalish va qanaqa pul yechganlarimni, qancha pul yechganlarimni ko'rsataman. Do'stlar, men sizlarga bitta yo'nalishni ko'rsataman. Men juda ham ko'p yo'nalishlarda ishlayman. Aynan sizlarga bu videoda bitta yo'nalishni ko'rsata olaman. Qolgan videolarimda yana ham aktiv bo'lib, like bosib kuzatsalaring, hammasini navbatma-navbat o'rgataveraman. Har 3 kunda men video qo'yaman YouTube kanalimda. Aktiv bomba bo'lsa, har 3 kunda 100% chiqadi videolar. Like'larni bosgan bo'lishlaring kerak, kommentariyada yana nima o'rgatishimni yozib qoldirgan bo'lishlaring kerak bo'ladi. Kelinglar men sizlarga bitta yo'nalish ko'rsataman. Aynan qancha pul yechganimni men sizlarga YouTube'dan yechgan pullarimni ko'rsatmoqchiman. Kelinglar Google AdSense'imga kirib ko'rsataman. Mana Google AdSense'imdagi, mana Google AdSense'ga birinchi YouTube'dagi pullar Google AdSense saytiga pul tushadi. Oyda 10'ida, har oyda 10'ida va 21'ida bankdan borib pullarni yechsa bo'ladi. Men bu pullarni hammasini yechganman. Sentyabr oyida $1893 ishlagan, oktyabr oyida $1973, noyabr oyida $5729, dekabr oyida $5345, yanvar oyida $2853, fevral oyida $2255, mart oyida $1608, aprel oyida $1258, may oyida $1518. Bu sizlarga ko'rsatayotganim bir dona AdSense. Menda bunaqa AdSense'lardan pul yechadigan hisoblarim juda ham ko'p. Do'stlar, men sizlarga bittasini ko'rsatdim. Kelinglar, men sizlarga qanaqa video montaj qilishni va YouTube'da qanaqa pul ishlashni ko'rsataman. Kelinglar, men sizlarga buni birgina telefon orqali o'rgatib qo'yaman. Aynan men sizlarga pul yechganlarimni ko'rsatib, qaysi yo'nalishdaligini ko'rsataman. Videoga like bosib, kommentariyaga yana nimalarni o'rgatishimni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling. Har 3 kunda sizlarga zo'r videolar qo'yaman, chunki bilimli videolar. Aynan siz YouTube'da o'rgana olasiz, bemalol pul ishlay olasiz. Yaxshilab e'tibor bilan oxirigacha ko'rish kerak, do'stlar. O'tkazib ko'rsalaring, menimcha tushunmay qolasizlar. Kelinglar, men sizlarga bu yo'nalishni ko'rsataman. Men aynan bu AdSense'dan bitta yo'nalishda yechgan pulimni ko'rsataman. Men Alien Dance yo'nalishda yechganman bu AdSense'dagi pullarni. Men juda ham ko'p AdSense'larim bor va juda ham ko'p kanallarim bor. Har xil yo'nalishlarda ishlaganman. Bittasini ko'rsatib beraman. Keyingi videolarda asta-asta ochib boraveraman. Videolarimda aktiv bo'linglar. Kelinglar, men sizlarga hozirgi prosmotrimni ko'rsataman. 970 mingta prosmotr Alien Dance yo'nalishi bo'yicha va mendagi ishlangan pul 7 kunda qancha pul ishlaganimni ko'rsataman. 7 kunda $3120 pul ishlaganman Alien Dance yo'nalishida. Kelinglar, men sizlarga buni birgina telefon orqali o'rgatib qo'yaman. Menga kerakli bo'ladigan narsa, ekranni bu yoqqa ko'rsataman telefonda. YouTube va CapCut kerak bo'ladi. YouTube'ga videolarni joylayman, CapCutda montaj qilaman. CapCut programmasiga kirib olaman va mana qizil strelkada sizlarga ko'rsatib boraveraman. Aniq tushunasizlar. Plusni bosaman va bu yerda mana videolar bor. Bu videolarni qayerdan topamiz desalaring, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. YouTube'dan bemalol kirsalaring bo'ladi. YouTube kanalimda Telegram kanalimni qoldirganman. YouTube kanalimni o'ziga bossalaring, Telegram degan joydan kirib borasizlar Telegram kanalimga. Kelinglar, men sizlarga buni ko'rsataman. Videoni mana tanlab olamiz. Bittasini, ikkita, 3ta, 4taligini tanlab ko'rsataman sizlarga. Mana qizil belgida ko'rsatyapman. Shuni bosasizlar va YouTube'ga moslaymiz buni. Mana bunisini bosasizlardagin. Qizil belgida hammasini ko'rsatyapman. Rolni aniq tushunishlaring uchun. Mana xuddi mana shunaqa bo'ladi. YouTube versiya bo'lgandan keyin buni o'rtaroqqa joylab qo'yamiz. O'rtaroqqa mana joylab qo'ydik. Va buni bosamiz. Bosgandan keyin mana endi CapCut programmasini bosib oldik. Mana 4 talik video. Buni endi YouTube'ga preview'sini qo'yamiz. Screenshot qilib olamiz bitta va bu rasmni hozir screenshot video zapis qilinayotgan programmaning anonsi tushib qoldi. Shuning uchun qayta tushiryapman. Mana screenshot qilib oldim va saqlab olaman buni. Bu YouTube'ga qo'yganingizda ustiga rasm qo'yiladi-ku, YouTube'ga kirganingizda rasmi turadi. Bosasiz video bo'ladi. Ana shu rasmga kerak bo'ladi. Keyin bu plusni bosamiz. Bu yerga shu rasmni qo'yib olamiz.
Mana rasm qo'yildi va pastdagi videolarni sal o'ngroqqa tortib qo'yamiz. Pastga tushirib o'ngroqqa tortib qo'yamiz. Keyin buni mana bu qizil belgida ko'rsatyapman, pastga tushirib olamiz. Tepadagi rasmni esa tortib olamiz, chunki video ketma-ketligini ta'minlash uchun. Bu yerga tortib olganimizdan keyin bu yerga birinchi joyimizga mana birinchi green screen video qo'yib olishimiz kerak. Videoni boshlanishiga videolarga o'tib olamiz va bu yerga bizga kerakli bo'ladigan video mana shu video kerak bo'ladi boshlanishi. Buni qo'yamizdan o'ng tomonga tortamiz pastdagi joyda. Mana qizil belgida mana shu aynan shu rasmni bosasizlar va chroma keyni bosasizlar. Ko'rsatyapman, qizil belgida hammasi aniq bo'ladi, strelkalarda ko'rsatyapman. Va buni ana bunday qilib kattalashtirib qo'yamiz. Mana video boshlanishi. Fight. Are you ready to dance? Buni salgina kattaroq qilib qo'yamiz. Green screen videoni. Let's dance together. Endi videoni ketma-ketligini ta'minlaymiz. Bu videoni tortib bu yerga olib kelamiz. Yashil fondan keyingiga. Mana olib keldi. Ikkinchi pastdagi videoni tortib uni orqasidan qo'yamiz. Orqasidan qo'yganimizdan keyin uchinchi videoni ham olib borib joylaymiz. Olib borib joylaganimizdan keyin mana tepadagi rasmni tortib qo'yishimiz kerak, chunki tepadagi rasm ketma-ketlikni ta'minlaydi. Va 4-videoni ham joylaymiz. Video o'zi tayyor. Mana shuni YouTube'ga qo'yganman. $1000, $500, $300 pul bergan. Juda ham oson. Buni nomini inglizcha qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. Pul to'laydi YouTube. Videomiz. Let's dance for the part 1. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Kelinglar keyin buni chunki bu birovni videolarini sketchat qilib olingan va nima desa bo'ladi, Alien Dance videosi birovni videosiga kiradi. Bu yerga green screen avtorskiy pravolarni kesish uchun, jalbalarni kesish uchun qilinadi. Mana bu yerga green screenlar qilish kerak. Masalan, mana bu green screenni qo'yamiz hozir. Mana o'ng tomonga o'tkazganlaringda chroma key bosib ana video ketayotganda ana shunaqa qo'shimcha narsalar bo'lishi kerak bo'ladi. Keyin mana bulardan ham qo'yib borsak bo'ladi. Yangi yilga moslangan ekan, juda ham zo'r. Green screenda shu orqa fonini olib tashlaymiz, yashil fonni. Mana buni ovozini o'chirib qo'ysa bo'ladi, bu yerdan ustiga bosasizlardan buni bu yoqqa tortib qo'yasizlar. Tamom, ovozi yo'q green screenda. Va bu yerga yana qo'shimcha zo'r green screenlarim bor. Mana Telegram kanalda bo'ladi hammasi. Telegram kanalga YouTube kanalimni, o'ziga Telegram kanalimni kiritib qo'yganman. Bemalol Telegram kanalimga o'tsalaring bo'ladi. Mana chroma keyni bunga ham tortib qo'yaman. Telegram kanalimga tashlayman. Mana shu ishlatgan narsalarimni. O'zi salkam video tayyor bo'lib qoldi. Hozir yana bitta green screen qo'yaman, ustiga bosamiz. Men bosgan narsalarimni qizil strelkada ko'rsatyapman, juda ham aniq bo'lishi uchun. Bo'ldi, video o'zi tayyor. Videomiz tayyor. Buni bu yoqqa tortib qo'yamiz. Buni ham bu yoqqa tortib qo'yamiz. Videomiz tayyor do'stlar. Mana videoni ko'ringlar.
Men juda ham ko'p yo'nalishlarni bilaman. Men sizlarga 100 dan birini o'rgatyapman desa ham bo'ladi. Bundan ham zo'rlarini o'rgataman do'stlar. Bundan ham zo'r pul ishlaydigan, bu yo'nalishda ham ancha pul ishlasa bo'ladi. O'zim ishlaganlarimni ko'rsatyapman. Bundan ham zo'r yo'nalishlarni ko'rsataman sizlarga. Do'stlar, videomizga like bosib, kommentariyaga yana nimani o'rgatishimni yozib qoldiringlar. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa kanal topilmaydi O'zbekistonda. Chunki juda ham qattiq harakat qilyapman sizlarga bilim berishga, o'rgatishga, qilgan natijalarimni ko'rsatishga. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Do'stlar, birgina telefon orqali ishlagan pullarimni va nima natijalarimni ko'rsatyapman sizlarga. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Video har 3 kunda yangi video qo'yaveraman. Aktiv bomba qilsalaring, like bosib, kommentariyalarni ko'proq yozib tashlasalaring, men har 3 kunda sizlarga yo'nalishlar ochib boraveraman. Qaysi yo'nalishda pul ishlaganlarimni, qanday pul yetishdi YouTube'dan hammasini o'rgataman. Sizlar bilan Umiko bo'ldi. Sog'lik, omonlik. Chao.